Hurmatli tadbirkorlar, mana bugun Agrobank Urgut filialida navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tdi. Mana hozirgi kunda tadbirkorlik subyektiga yaratilayotgan imkoniyat, o'sha moliyaviy qo'llab-quvvatlash tartiblari to'g'risida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Bilamizki, hozirgi kunda prezidentimiz yurtboshimizda hamma qarorlari, farmonlari orqali tadbirkorlarga juda katta imkoniyat yaratib berilyapti. Buni misolida mana 2026-yilda 2026-yildan boshlab fermer xo'jaliklariga chorvachilik uchun, aynan shu agrobank yoki agro tadbirkorlik uchun juda katta imkoniyat yaratib berildi. Bu sohaga chorvachilik yo'nalishida 10 yilgacha kirib berish tartibi, 10 yilgacha kirib berish lozimligi aytib o'tildi. Endi bu qanday imkoniyat? Bu o'sha kreditlash tizimini yanada rivojlantiradi. Chorvachilik, ya'ni go'sht va go'sht mahsulotlari bo'lgan talab yuqorligi uchun narxni ushlab turishga katta ahamiyat kasb etadi. Chorva yo'nalishida qishloq xo'jalik yerlari, qishloq xo'jaligiga doir bo'lgan barcha sohalar o'z yechimini topadi.